117 kvadrat, 5 xona, 95 ming dollarga lokatsiya Sergeli Golden House, Sergeli metroviy yonginasi 9 qavatli uyi 7-etaji. O'rtoqlar tayyor xonadon sotuvga chiqyapti. Uy bilan tanishamiz. Turgan joyimiz veranda 2 ga 9. Ko'rasizlar, kladovchnilar, tapchanlari, pishirishlik uchun mebellarni naryoq olib chiqib bergan. Oshxonaning o'rni и sanozilimiz razdelniy. Hojatxonasi и naryoqda hammomimiz. Bu asosiy uy kirish qismi, hol anchagina katta ko'ryapsizlar. Razdelniy xonalarga kiramiz. Yana bitta pluslari, bu tomonimizda yana bitta joylar tashab ketilgan. Kladovchniy yoki o'zingizlarning xohishingizga ko'ra foydalansa bo'ladi. Bu hujjatda yo'q, lekinda foydalanishlik mumkin. Xo'p, chap kirganimizda chap qo'lda udvoyniy zal ko'ryapsizlar. Anchagina katta. Odatda bunaqangi katta zallarni ikkiga bo'lib, ikkita xona qilib foydalaniladi. Xo'p, mebelировкаларni kelishiladi. O'zingizlarni xohishingizga ko'ra qoldirsanglar yoki olib chiqib ketinglar desanglar bo'ladi. Xo'p, to'g'rida yana bitta yotoqxona. Xo'p, buni yonginasidan hammom ko'ryapsizlar. Bu tomonda yana bitta bolalar yotoqxonasi sifatida foydalanyapti. So'nggi xonamiz. Yoritishdan ko'ryapsizlar, muammo bo'lmaydi. Hamma tomonda o'zini oynalari mavjud. O'rtoqlar, shunaqa katta kvadratura so'ragan tanishlarga yuboringlar. Pastda raqamlarimizdan qoldiryapmiz. Aloqaga chiqib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.